Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi brifingda kadastr agentligiga jismoniy hamda yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar hamda ularning tahlili to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. 2026-yilning o'tgan 6 oyi davomida kadastr agentligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, bosh vazir qabulxonalari, Bosh prokuratura va xotin-qizlar ishonch telefonlari to'g'ridan-to'g'ri yoki boshqa tashkilotlar orqali keluvchi, shuningdek, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan eksport portali hamda kadastr agentligining 1097 ishonch telefoni orqali jami 10.153 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 8589 ta, ya'ni 92,6% qanoatlantirilgan bo'lsa, 573 tasi, ya'ni 6,2% umumiy tushuntirish berish orqali ko'rib chiqilgan. Va 110 ta, ya'ni 1,2% qonun hujjatlari asosida rad etilgan. Ayni paytda 881 ta murojaatlar malakali mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilmoqda. Tasdiqlangan grafikka muvofiq o'tgan davr mobaynida kadastr agentligi direktori hamda o'rinbosarlari tomonidan 10 ta hududda sayyor qabullar o'tkazildi. Ushbu sayyor qabullar davomida 350 dan ortiq fuqaro hamda tadbirkorlar ishtirok etib, shundan ko'rib chiqish uchun ijroga qaratilgan 195 ta murojaatning, ya'ni 74% ijobiy hal etilishi ta'minlandi. Shu bilan birga 2026-yilning o'tgan davri mobaynida kadastr agentligi va hududiy boshqarmalariga jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishda kamchiliklar va qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan rahbar va mas'ul xodimlarga nisbatan 28 ta intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Kadastr agentligi tomonidan aholiga ko'rsatiladigan barcha xizmatlar Davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, hamon kadastr idoralariga fuqarolarning kelishi davom etmoqda. Fuqarolarimiz kadastr pasportini shakllantirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish, ma'lumotnomalar olish, geodeziya, kartografiya va topografiya faoliyatiga litsenziya olish bilan bog'liq va boshqa yo'nalishlardagi barcha kadastr xizmatlaridan foydalanish uchun to'g'ridan-to'g'ri Davlat xizmatlari markazi yoki bo'lmasa my.gov.uz sayti orqali ariza berishlari mumkinligini yana bir bora eslatib o'tamiz. Kadastr agentligi faoliyati va yuqorida ko'rsatilgan masalalar bo'yicha fuqarolarimizdan murojaatlar bo'lsa, agentlikning 1097 qisqa raqamiga yoki Davlat kadastrlari palatasining 71 kodi bilan 207 0003 raqamlari orqali qo'ng'iroq qilishlari yoki info_kadastr.uz pochta manzili orqali murojaat yo'llashlari mumkinligini ma'lum qilamiz. Aziz do'stlar, yana bir yangilik. Kadastr agentligi tomonidan korrupsiya holatini oldini olish va unga qarshi kurashish, korrupsiya va tamagirlik holatlari haqida tezkor ma'lumot olish maqsadida maxsus Telegram bot ishga tushirildi. Manzil kadastr_compliance_bot deya nomlanadi. Agarda siz kadastr sohasidagi umuman xizmatlardan foydalanish yoki bo'lmasam xodimlarning xatti-harakatlarida korrupsiya va tamagirlik holatlaridan xabardor bo'lsangiz, ma'lumotlar, dalillar, aniq faktlar bilan birgalikda bizga mazkur Telegram bot orqali yozib yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga mana shu ma'lumotni yetkazmoqchi edik. Salomat bo'ling.